Hech o'ylab ko'rganmisizlar? Balkonlarning asosiy vazifasi nimada? Balkonlar binoga tashqi fasad uchun, ko'rki uchun emas yoki bo'lmasam insonlarga qulaylik vazifasini bajarish bilan birgalikda insonlarni o'sha yashayotgan aholini xavfsizligini ham ta'minlash kerak. Bu xavfsizlikni ta'minlash deganda nimani nazarda tutamiz? Masalan, binoimizni balandligi 15 metrdan baland holatlarda balkon qilish majburiy bo'ladi. Nimaga majburiy bo'ladi? Agar xonadonda yong'in holati bo'ladigan bo'lsa, pojarniy mashina kelib, o'ttiy aholini balkon orqali evakuatsiya qilish, ya'ni olib chiqib ketish imkonini ta'minlab berish kerak. Shuning uchun 15 metrdan balandlik uchun balkon qo'yiladi. Keyin yana bir narsaga e'tibor berish kerak loyihada. Odam balkonga chiqqanida yo o'ng tarafmi, chap tarafmi yonida o'sha yopiq gulxo'y 120 lik kamida devor bo'lishi kerak. Bu nimaga kerak bu yopiq devor? O'sha yong'in holatida odam chiqib, o'sha devor orqasiga turib, to evakuatsionniy mashina kelishi yoki pojarniy mashina kelguncha o'zini himoya qilish turishi uchun xavfsiz hudud kerak bo'ladi. Buni nimaga aytamiz? Ko'p holatlarda fasadda dizaynda chiroyli chiqsin deb hozir fransuzskiy balkonlar qilishi mumkin, faqat anaqa eshigini o'zini oldida joylashgan yoki bo'lmasa balkon holatlarimiz o'sha oynavand devor bilan qoplashimiz mumkin. Balkonlarni anaqa nima deykan, tabiatni chiroyli ko'rinsin deb oynasini katta yoki eshigini katta loyihalar qo'yish holatlari ko'zda tutiladi. Shunda bitta narsaga e'tibor berish kerak, boya aytganimizdek, gulxo'y devor kerak, shu yong'inga bardoshli devor bo'lishi shart. Keyin yana balkonda e'tibor berish kerak bo'lgan jihat bu o'sha uni to'siqlari, огражденияsi, ya'ni o'sha inson pastga tushib ketmasligi uchun balandligi balkon yuzasidan 120 balandligida minimum to'siq panjara bo'lishi kerak. Panjarada ham loyihada e'tibor berib loyihalanish kerakki, iloji boricha shu orasi ochiq emas. Ya'ni odam sig'ib tushib keta olmaydigan darajada qilib loyihalash kerak. Yaqinda bizda balkonni tagida ochuv joyida yosh bolani tushib ketgan holati bo'lgan. Bunda o'sha eshitdim, menimcha tegida ochuv joyini loyihada 10 sm berilgan, qurilish jarayonida 15 sm bo'lib qolgan. Bunda to'g'ri yosh katta odam tushib ketmasligi mumkin, sig'masligi mumkin, lekin masalan chaqaloq bo'lgan, melaydigan holatdagi yosh bola bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa saldan yosh kattaroq bola o'tdan sig'ib tushib ketib qolishi mumkin. Shuni ham loyihada iloji boricha ko'zda tutib ketish kerak. Orasidagi panjaralarning orasining ochiqligini, balandligini e'tibor berib ketish kerak. Endi tabiiy savol tug'iladi. Masalan, ko'p qavatli uylarda nimaga balkon qilinmaydi? Ko'p qavatli degan o'sha Nestvanga o'xshagan yoki bo'lmasa chet ellik katta baland binolarda nimaga balkon qilinmaydi deyilsa, unda masalan yong'inga qarshi holatlarda asosan shu pojarniy mashinani faoliyat turidan foydalanilmaydi. Xonani ichiga o't o'chirish moslamalari qo'yiladi, ya'ni shu tabiiy, ya'ni shu avtomatik pojarotishina degan sistemalar bor, u sprinkler orqali suv sepib o'chiriladi. Endi bizda turar joylarda unaqa sistema bo'lmagandan keyin tabiiy holat o'sha yong'inga qarshi pojarniy mashinadan uni kelib o't o'chirishidan foydalanganligi uchun o'sha binomiz balandligi 15 metrdan oshib ketib qolgan taqdirda o'sha balkon qo'yish majburiy bo'ladi. Ya'ni o'sha pojarniy mashinani strelasi bilan chiqib, uni odamni evakuatsiya qilish imkonini berish uchun. Agar balandligi o'sha strelasi chiqa olmaydigan 28 metrdan oshib ketib qolsa, agar binoyimizdagi balandligi o'sha 28 metr deganimda o'sha eng oxirgi qavatni polini sathi pojarniy mashina yura oladigan yer yuzi bilan shu eng oxirgi qavatni derazasi yoki eshigi ochilganligi yuzani balandligi o'rtasida 28 metrdan oshib ketib qolsa, u holatlarda o'sha zinalarimiz turi o'zgaradi. Ya'ni oddiy zina bilan foydalangan bino bo'lsa, turar joy binosi bo'lsa, bezidimlarmi lestnitsaga o'tib qoladi. Bu nimaga kerak bo'ladi? O'sha pojar holatlarida evakuatsion put sifatida balkon emas, uje zina ham rol o'ynaydi. O'sha zinamiz o'sha oddiy zinadan farqli o'laroq tutilmaydigan zina bo'lib loyihalanadi. Keyingi videoda harakat qilamiz o'sha zinalarning turini yoritib berishga.